Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Gold Clinker jamoasi juda ham ko'p yangiliklar xudo xolasa qilish ustida ishlayapti. Hozirgi kunda yana trendga aylangan Duxsvet mramrimizdan keyingi holatdagi mramrimiz, однотонный mramrimiz, обрисовочный g'ishga ishlaganmiz. Buni bu yerga Duxsvet mramridan tashqari однотонныйsidan xudo xolasa qildik. Bunda bo'lgan uylarni ham tez orada qo'yib o'tamiz. Bunga zakazlari o'chib bo'layotgan hisobiga bu haqida ham bir tushuntirish qilib o'taylik deyapmiz. Mahsulotlarimizga 20 yil kafolat beramiz. To'liq holatda xuddi shunday mahsulotlarni beramiz qoliplarini. Mahsulotlar xuddi shunaqa holatda 50 xil rassorda quyishni o'rgatamiz. 50 xil rassovetkada. Bu yerga ishxonamizni kelsanglar 50 dan oshiq variantdagi mana tosh va qoliplar. Bu katta showroomimiz. Mana bu yerda juda mebellarimiz yuqorida. Bu yerga kelasizlar 3D posondan, Dubaydan, xudo xolasa barchasidan va yana 6 xil yangiligimiz chiqqan. Ulardan ham qoliplarimizni qilib o'tyapmiz. Ishxonamizda hozir обучение kurslarimizdan o'tayotgan mehmonlarimiz bor. Biz ishxonamizga kelsanglar, bu yerda showroomdan boshladik bugun. Bu yerda juda rasvetkalarimiz, mahsulotlar, juda mebellarni katta qilib qilganmiz. Bizni manzili Andijon shahar Jomon bozori, mebel bozorining oldida. Hozir quyilish jarayonini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. Gold Clinker korxonamizda o'g'limiz Duxsvet mana birinchi qolgan sumkalarimiz bolalar uchun tugatish bo'libdi. Duxsvet xudo o'zi quyilish jarayonlari. Mahsulotlarni mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Duxsvetni qanaqa quyamiz deb ko'p savollar tushadi. O'zini holatida hozir qishki kunida 15 minutdan 21 minut ichida sergitiladi. Undan keyingi holatda quyiladi. Mana har bitta kirgan toshni mana qo'yilish jarayonini ham ko'rib tursanglar bo'ladi. Ichkariga kirilib, ikkinchi slojdan shu holatda qo'yiladi. Va bu mahsulotlar yechilganda qanaqa tosh chiqadi bundan desanglar, mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Zakazlarga qilib beryapmiz. Duxsvet